Yo bolalar barchaga salom sizlar bilan men har doim Samuray va bugungi videoda biz Amchi bilan birga yangi juda ham qiziqarli o'yin topib qo'yganmiz bolalar. Bu o'yinni ko'rsa juda ham qiziq video sizlar bolalar. Video boshlanmasa videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. Har doim men har bitta videoda randomda 5 ta bilan druziya qo'shaman. Druziya qo'shish shartlari esa videoga like bosish va hamma kanalga obuna bo'lish bolalar. Bolalar men hozir 5 ta randomda bilan druziya qo'shaman. Eng omadli 5 ta bolani albatta sizlar ham o'zim o'zmoqchi bo'lsanglar, videoga shartlarni ko'rsatib o'taman, qaranglar. Mana videoga like bosasizlar, mana hamma kanallarga obuna bo'lasizlar, hamma kanallarga prям hammasiga obuna bo'lish kerak va hammasiga obuna bo'lgandan keyin like bosgandan keyin kommentariyga obuna bo'ldim va like bosdim deb yozib qoldirasizlar. Mana hozir menga nechta druziya kelganini ko'rsatmasam 500 ta druziya kelgan bolalar. Hozir esa druziya qo'shishni boshlayman bolalar. Demak, like bosdim, obuna bo'ldim. Qani like bosib obuna bo'lgansiz nikingizni yozmabsiz-ku, druziya qo'shardim hozir. Qani pastdan tanlaymiz, like obuna bo'ldim, like bosdim. Davilov qo'shdik. Mana birinchi omadli obunachimiz. Obuna bo'ldim, like bosdim, Davilov qo'shdik. Obuna bo'ldim, like bosdim, Captio 178. Ikkinchi omadli obunachimiz Captio 178 dan druziya qo'shdik. Mana Captio 178. Demak, aka meni oling, 10 marta yozaman, obuna bo'ldim. Obuna bo'libdi, mana 14 Pro druziya qo'shamiz hozir. Mana 14 Pro qana. 14 Pro dan druziya qo'shdik bor. 3-chi omadli obunachimiz. Obuna bo'ldim, like bosdim, Shamshod King da hozir druziya qo'shamiz. Shamshod King ekan. Kinglarda druziyaga bo'lsa hozir bizda yomon bo'lib qoladi. Kinglar bizdan yomon qilib qo'yishi mumkin. Shamshod King qana chiqmayapti kunikiz. Shamshod King qo'shib yozish kerak menimcha. Mana bolalar, Shamshod King o'zi 4-chi omadli obunachimiz. Obuna bo'ldim, like bosdim, druziya tashlang. O'tgan videoda ham yozganman, Shohjahon Komp deb yozamiz. Hop, buni ham qo'shdik bolalar. Mana 5 ta randomli omadli obunachini qo'shdik. Sizlar ham qo'shilmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, men har kuni 18:00 da video qo'yaman. 18:00 da kirishim bilan like bosib kanalga obuna bo'lib, nikinlar yozsangiz shunda juda ham omadinglar kuchli bo'ladi, ya'ni druziya qo'shilish ehtimoli oshadi bolalar. Короче, o'yinni boshladik bolalar. Bizda короче bunaqa defender degan narsa bor. Mana bizda defenderlar bor. Defender degan himoyalovchi, bizning zonamizni himoyalaydigan bitta askarlar bo'ladi. Mana 8 zona va mana bitta har doimgidek qo'shimcha detallar. Mana bu yerda biz o'zlarimizga bazamizni qo'riqlaydigan qo'riqchi olamiz va bu qo'riqchini biz mana bu joylarga qayergadir joylashtirishimiz kerak. Purchase pulimiz yo'q, afsuski. Mana bu yerga joylashtirishimiz kerak. Demak, bu yerda bu turar ekan. Endi bizda mana bu brinotlar spam bo'ladi va har bitta o'ldirgan brinota bizga mana shu yerga tushadi. Ko'rasizlarmi agar qaranglar. Mana u bizning nimamiz, himoyalovchimiz brinotlarni o'ldirgan. Mana hozir mana brinotni otib o'ldiradi. Hozir bu brinotlar bizning bazamizga hujum qilyapti. Mana bu bilan men urib o'ldirsam bo'ladi buni, lekin meni batim, ya'ni qo'limdagi tayog'im uncha kuchli emas. Mana hozir o'ldiradi mana uni. O'y, demak bizga $150 bayda dolfinitni berdi bolalar. Zo'r. Endi buni hozir tashlaymiz va kuchaytiramiz. Sekundiga başda 2 ga beryapti. Endi mana bu yerdan biz o'zlarimizga bunaqa bomba olishimiz mumkin. Masalan, bombani olamiz va buni mana bu yoniga tashlaymiz. Hoppa! Dang! Bolalar, ko'rdinglarmi? Joni ketdi, amaliyotda brinotlar paydo bo'laveradi mana. Ko'rgan bo'lsanglar, qimmat brinotlarni biz mana shu yerga zonamizga joylaymiz. Qolganini esa sezonaga olib kelib turib sotib olamiz. Shuning uchun bolalar, videoni oxirigacha ko'ring, juda ham qiziqarli o'yin. Oxirida kim chiqishini aniqlaymiz. Har doimgidek birinchi yutuq 80 Robux g'alaba qozonganga, ya'ni birinchi o'rin olganga 80 Robux sovg'a qilamiz. Demak, hamma pulni yig'amiz, brinotlarni kuchaytiramiz va bizning anamiz zo'r ishlayapti. Himoyalovchimiz Defenderga o'tamiz. Biz eng bundan keyingisi 150 K ekan. Keyingi himoyalovchi narsamiz. Bu yerda stok yo'q bo'ladi. Keyin mana nima? Sezonlashadi-ku. Sariq tugmani bos, chiqadi. 250 K kerak bizga bolalar. Hozir Nubini pizzalar chiqibdi faqat. Yo'q, Nubini pizzalar bizga qiziq emas. Mana nima? $75 sekundiga. Amazon ham $75 sekundiga beradi menimcha. Assalomu alaykum deb yozibdi. Va alaykum assalom. Bunaqa yaxshimisizlar? Uy, mana ularni qaranglar. Mavzunozda himoyalovchilarni qaranglar bolalar. Bizlar ham 3-4 tani olib kelib tashlaymiz zonamizga. Hozir bolalar 3-4 tasini olib kelib tashlaymiz. $500 ga ochsa bo'lar ekan zonalarni. 1.5 ga, mana 5 ga, mana 15 ga, 50 ga ochamiz. Bo'ldi, zo'r. Demak, qolgan pulni yig'amiz tez-tez. Defenderga o'tamiz. Bitta 250, 150 ga ekan. Bo'ldi, 150 ga buni oldik. Hop, buni qayerga? Mana yerga joylashtiramiz. Zo'r. Endi bu ham otadi.
Shu sottor, kerak emasdan sottorish kerak shuning uchun. Hozir Defenderga o'tamiz, Selzonaga o'tamiz va kerak emasdan sottoramiz sразу. Sal qoldi Defenderim sottorishimga. Yo, men Bredni sotmoqchiman, Bredni. Mana kut. Dalbay. Kallang ishlat ukam. Kallang ishlamaydi. Mana birini kuchaytiramiz, sekundiga qancha pul berayotganini olib ko'ramiz. Uy, 5 ga beryapti. Yaxshi-ku. Mana kuchaytiramiz, 2 ga bu 2 ga beryapti. Bizga mana kuchaytiramiz yana. Qani. $100 bizada nima? Bir balon loli o'ldirib yuborishib tasgalarimiz. Zo'r bo'ldi. Uy, $450 avokadoni gufi. Pufo o'ldirib yuboribdi. Oy, bo'ldi, vaqti dahshatli. Bunisi boshqa gap. Men biz mana buni kuchaytiramiz, hamma pulimizga sekundiga qancha beryapti? 12 ga beryapti. Normalniy bir chiqmadi hali yo'q. Hali bizda normalniy bir o'ldirishgan askarlarimiz. Davay, askarlarimizni o'ldirishni kutaveramiz. 16 kal. Sottiramiz. Bu yerdan kerak emas bir rotlarni, demak, Defender 150 kaldan yana olamiz. Yana bitta olishimiz kerak bundan. 150 kaligini, davay Defenderga o'tamiz. Nima? Chiqqan narsasini qarang, 1 million chiqdi. Oy, lekin otolmaysan uni, bilasanmi? Otolmaysan uni. 20 millionlik Defender bor bo'ldi. 20 millionlik Defender bor. Endi hamma Defenderlarni joylashtiramiz. Endi hammasi kombo ekan. Mana Grand Spa. Bo'ldi, boshqa qo'yib bermaydi. Boshqa qo'yib bo'lmasa ekan, qolgan 3 tasini sottiramiz. Mana terib, Sell My Defenders bosamiz. Defenders bosamiz, bo'ldi, sottardik. Biza $200, $170 berayotgan spam bo'libdi. Hozir $200 bir not qo'shamiz. Yana $225 yana bitta. Zo'r. Keyin bu yerdan ana bir not olamiz, bizga kerak emas. Keyin mana buni ham olamiz, kerak emas. Defenderga o'tamiz, ularni sotamiz. Bu variantlarni sotamiz hammasini. Zo'r. Demak, hozir stok yo'q. Keyin 170 sotilmabdi-ku variantlarim. Variantlar shuncha bir sotardik. Sumkamdagi variantlardan ham sotardim. Mana shu dahshat variantlardan sotardim. Chunki sumkamda yig'ilib qolardi qolganlari. $100, $35, $10lik. Yo'q, bu yerda normalniy variantlar spam bo'lgan. $475 spam bo'ldi mana bu yerda. Zo'r bu ham. Qolganlar hammasi men 5 million pulim bor. 20 million yo'q. 20 million yo'q kerak, vallahi 20 million. Sekundiga 50 ga beryapti. Oy, birodlarning chiqishini qaranglar vallahi. Voy. Vahshiy tez. Sottiramiz. Global Fruit $750. Buni ham qo'yamiz. $475 yana bitta beryapti. Xo'sh. Defenderga o'tamiz. Buni qolganlarni sottiramiz. Hamma variantlarni 37 ta variant sottirdik vallahi. Zo'r. 250 tacha variantlarni chiqar ekan. Oy, variantlarning chiqishini qaranglar. Mazda otib, voy! Dahshatlari chiqyapti, lekin o'ldira olmayapti mana ular. Slab ekanda bular. Menda yana 1 million chiqdi. Shuni chiqib. Hamma pulni yig'amiz vallahi. Davay, shuncha pulimiz bor. Endi variantlarni kuchaytiramiz. Nima wow deyapsan? Oy, qancha variant bor bu yerda? Bo'ldi, короче, tez aniqlamiz. Qo'limdagi karabog'ni olamiz. 2,5 million pulimiz bor. Bunga hozir yangi variantlar kuchaytirish kerak. Masalan, $750 beryapti. Buni kuchaytiramiz maksimum. Zo'r 40 ga beryapti sekundiga. Mana pulni yig'amiz. Keyin yana $400 dan kuchaytiramiz. Yaxshi, bu ham 40 ga beryapti sekundiga. Birodlar chiqishini qaranglar. Uy, normalniylari bo'lsa olamiz, qolganlarni sotamiz. 90 ta birot bo'lib ketdi sumkamda. Oy. 4 tane bor. Yo'q, 250 tagadan keyin sumkamga. Mana buni olamiz, kerak emas. Mana 2 kerak emas bizga, 3 kalik ham kerak emas, hippomot ham kerak emas. Faqat 50 ga 20 ga 30 kaliklar tursin, Defenderga kiramiz, qolgan birotlarni sotamiz vallahi. Qanot normalniy birot spam 3, 5 ga, 3 ga, 1 ga, 2 kalik birotlar spam bo'ldi menda. 2 o'zimniki-ku. Billa, Zaynab, o'zimni birotdan sotaman degan. Billa, vallahi ishdan chiqardim. Hamma birotlarni sotamiz. Yaxshi. Oho, 5 ga. Zonaga qaytamiz. 500 ga.
Davay. Hozir biz pulimizni 20 million qilsak, 20 million bo'ldi. Defender sotib olishdi. 20 millionlik stokda bormidi? Qomatdi. 2,5 millionligini oldim, mayli chiqsa necha. 2,5 millionligini oldim. Mana o'rniga swap qilamiz. Zo'r bo'ldi. Mana bizga kerak emas. Demak, buni hisobga solib qo'yamiz. Grand pani. Güzel ikene kalktı. Normalniy birinchi man bo'lmayapti. Bu nima bo'ladi? 1 millionga nima otsa bo'ladi? Expand. Endi bu yerga ham qo'ya olamiz. 25 ga ekan. 50 million. Bo'ldi, bola tushundim. Voy, bitta ham endi bir yerda chiqadi. Wow! Bu yerga endi stok qilishimiz kerak bolalar. Ana Defenderga o'tib Defender olishimiz kerak. Bitta no more stok qolmoqda bu yerda. 25 kalilar bor ekan, bitta 25 kalik bor ekan. Yo'q, bizga qimmat Defenderlar kerak. Ana olamiz. Yo'q, joy qo'y. Ot 41 million. 41 millionga chiqdi. 250 ga. Ye bile. 2 kalik bit potato bor. Shuni maksimum turamiz. Sekundiga. Oy. Maqsad beryapti. Yana normalroq. Biroq spam bo'lmagan bitta. Yo'q, bitta spam bo'lmagan, normalroq biroq yo'q. 191 ga. Mana joylashtir. Ot. Tez, osib tasha buni. Osib tasha hayvonlar. Zo'r. 900 dollarlik. Bir balonni lo'li. Avtobusini oldi bolalar. 30 oldu. Başka avlularım. Beni güçlendirdi. Nimani? Bir de güçlendirdi. Hamma pulga maksimum tushiramiz bolalar. Zo'r. Normalni biri chiqibdi bu yerda 29 ga buni otib tashlashadi hozir. Mana bu otib tashlashadi. Otib tashlash hayvonlar 600 dollar shimpanzini bananini bor. Bizga boshqa qimmatlar kerak. 830 kalik chiqdi. Raket ot bunga, raket ot. 830 ga. 600 mana. Daha otinglar. Vay bilat. 1 milyonluk çıktı ortadan. 2 minutdan keyin yangi stok. Vay bilat, otilmadi 830 galigini. Vay, necha bola chiqsa. Mana buni sotib kelamiz, Defenderga o'tamiz. Sotamiz bularni. Yaxshi. Mana sotdik. Bitta jirs, mana oson bo'ladi-ku. Stokda bitta bor, 3 ta bor, 5 ta bor. Ajoyib. Maksadım kılket market. Qanday? Normalniy birinchisi otamiz hozir bombalar bilan birgalikda. Lekin chiqmayapti. Normalniy birinchisi spam bo'lmayapti bolalar. Voy! Pandachini, bir kalik pandachini chiqdi. 950 dollarlik keyin mana bunaqa salaminium pingvininium. Hammasini pulni yig'amiz. Yaxshi. Endi mana uni kuchaytirsammikin? Mana pandani kuchaytiramiz. Tezroq bo'ldi. Pandani kuchaytiramiz maksimum. Hamma pulga. Zo'r. Endi pandadan keyin yana qanaqa bizlar normal bir hal chiqmadi yana. Mana qancha? Yo'q. Bo'lmas bir oyda chiqibdi. Qimmat chiqsa hozir boshlaymiz. Bombardimon qilishdi bolalar. Hamma yerda portlatib yuboramiz. Davay. Hozircha biz askarlar ishlayapti. Demak, pulimiz bor. Biz mana uni kuchaytiramiz. Maksimum. Mana shu maksimum kuchaytirishimiz kerak. Zo'r, buni ham maksimum kuchaytirdik. Bundan bosamiz zo'r. Onların cevap verdi. Endi hozir bizda qanaqa bir spam bo'libdi. Sigortadan keyin bomba chiqadi. 20 milyon dolar, 20 milyon. Defenderlar ana bo'lmabdi, 24 sekund qolibdi. 24 sekunddan keyin qaytamiz bolalar. Hozir bizda marman bir spam bo'lishini kutyapman. Yo'q, 30 yo'q, vash qo'yna. Bizga 1 millionlik kerak, aytayapti. 1 millionlik. Pullar yig'amiz. Bu tan Defender spam bo'ldi. Faqat stok keldi. Stok keldi. 150 ga dekda oldim. 20 millionlikda oldim. Yaxshi. Zo'r bo'ldi. Uyga qaytamiz. Mana Bolt. Nima qiladi bu Bolt? Bombalar çıkmadı. Oy, bola, mana Bolt. Qayerga qo'ysam ekan shu Boltni? Mana bu yerga qo'yamiz. Zo'r. Mana. Mana yo'q qo'y. Buni ham. Bu yerga qo'y. Buni ham bu yerga qo'y. Zo'r. O'ndirib yubordi-ku buni. Boltni o'zi. Bo'ldi. Zo'r ketyapti. Bombardimon qilishyapti. 382 kala bolalar. Qani? Voy, muzlat bularni, muzlat. Bomba. Yaxshi, daday ot. Zo'r bolalar. Qani necha dollar berasiz sekundiga? 2 ka. 2 kalik beradi. Buni 1 kalik. Yana bitta. Buni endi qaysi o'rniga? Mana olamiz, bunda kerak emas. Mana buni olamiz, buni kerak emas. Mana 1 kani qo'yamiz. Blober.com. Turkiyalik Frigo Camelo.
Yana bir kalik pandachini chiqdi. Buni mana o'rniga bir kalik pandachini qo'yamiz. Bu qo'yganlarni sotaveramiz bo'ldi. Hamma bilan sotamiz. 246 ta bir. Yo'q, qotishini stok. Bundan boshqa 3 minutdan keyin stok keladi yana. Hamma pullarni yig'amiz bo'ldi. Oy, Defenderdaman. Dahshat Defender olaman. 250 millionligini oldim. 250 millionlik Defender oldi bo'ldi. Buni qayerga joylashtiramiz? Buni bu yerga joylashtiramiz. Bu 1 million otar ekan bo'ldi, 1 million. Bizga normalniy bir spam bo'lishini kutyapmiz. Amir zonasi qanaqa ekan? Amir zonasiga kelib ko'ramiz bo'ldi. Qanaqadir qanaqa bir spam bo'ldi? $99.50 mana unaqa. Yo'q, bizga bu hozircha qiziq emas. Bizga vobshe qimmatlari qiziq bo'ldi. Demak, qimmatlarni kutamiz. Hali chiqmadi qimmatlardan. Bu stok kelishini kutishimiz kerak endi. Stok kelsa normalniroq narsa ochamiz. Voy, mana zonani ham ochdik. Yo'q, bular pul taqaram. 300 million pulim bor. Yo'q. Oy, lero spam oldu. Ay, xotiring. Ye, uyu o'ldirib tashladi. 8 ga beryapti sekundiga. Ancha 64 ga barib turibdi. Oy. Bo'ldiysa qoling. Mana kuchaytiramiz maksimum 1 million sekundiga 1 million beryapti. Davay bo'ldi. Hammasini kuchaytiramiz. 3 galik flamingelli. Reverse qildim mana shu kam. Reverse qilyapman. Davay. Reverse bitta. Zo'r reverse bosib yubordik. Hamma birodarlar sotib kelishimiz kerak. Defenderga o'tamiz. Hamma birodarlar sotib. Bilan dahshat birodar chiqqanda men ko'rmay qoldim. Zonaga o'tamiz. Voy bila. 3,5 millionlik chiqqan ekan, men ko'rmay qolibman. 3,5 million? Mana olamiz. Mana ol. Mana o'rniga qo'y. Ot buni. 1 millionligini otib tashlaylar. Zo'r. O'zim mana uni qo'yib chiqsam tozalar ekan o'zi hamma joyda. Buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. 250 ga 250 bo'pti. Mana yo'q qo'yamiz bularni. Hoppa, yaxshi. Mana bu ta'm 1 minutdan keyin stoklar chiqar ekan. 1 minut kutishimiz kerak. 250 millionlik stoklar chiqsin ish qilib. Davidda qanaqalar chiqyapti hozir? Yo'q, vashsha arzonlari. Oy, mana bu yerda chiqibdi. Mana ol. Mana yerga qo'y. Hoppa, ot. Bitta dudut tashiydi hozir. Dang, yorvordi bolalar, yorvordi. Mana yerga qo'yamiz. Dang, hammasi otib tashiydi hozir bolalar. Hammasi otib tashiydi. Hammasi otib tashiydi bolalar. Mana ya, davay. Otib tasha. Zo'r bolalar. Mana joylashtirib qo'yaylik. Demak, bizda hozir 2 kaliklar chiqib kelganda, 2 kalik. 8 million chiqdi. Men olamiz. Mana yerga qo'yamiz. 8 million easy buzadi malik. Mangutini ananasini. Aytamiz buni ham. Frigo kamiloni kuchaytirishimiz kerak. Qani bitta qanaqa beryaptilar, spam bo'lib ekan. Demak, bizga millionlar sizda aytinglar, yorib yuboramiz bolalar, Yormoration Corporation qilamiz. Demak, collect advance 25 Robux ekan. Hammasini pulini beramiz. 1,5 milliarddan bor ey. Qachon chiqadi stok? Stok chiqdi. Stok chiqdi. Yaxshi, oldik. Mana ikkita olamiz Hunterdan. Bo'yda 1 ga chiqdi. Mana joylashtirib qo'yamiz. Mana yerga. Zo'r. Vobshe ko'p defenderlarimiz. Endi hozir nima qilamiz? Kuchaytirishimiz kerak-da. Frigo Camiloni maksimum kuchaytiramiz. Sekundiga 5 million beryapti. 5 million beryapti sekundiga. Voy, yana bitta reverse qildim. Easy reverse qilsa bo'lar ekanda bunda. Chunki liboy bitta qilyapti, birodarlar. Qanaqa birodarlar? 2 millionlik birodarlar chiqish boshladi. Ularni hozir yoramiz. Mana ol. Olmayapti qo'lga. Joy qolmadi, voy bilad. Billah yo'q bo'lib ketdi. Billah millionligi chiqdi, yo'q bo'lib ketdi bolalar, afsuski. Millionligi? Millionligi chiqdi. 3 millionligi bor ekan mana bu yerda. Mana. Oling. Zo'r. Qani yana bor millionligi. Mana bu yerda qanaqadir talpa bo'libdi, otib tozalab yuborib yerni. Zo'r tozaladi. Bu yerdan borish kerak. Bu yerdan tozalab yubordi. Dahshat bo'ldi. Mana shu bitta o'zi yorib yuryapti. Bitta Hunter. Yaxshi. Reverse tashiymiz bolalar. Demak, o'zi bor-ku, bilan otish kerak emas. Defenderlarni olib sotaveramiz, kerak emas. Qimmatlarni qoldiramiz faqat. Bizda Hunterlar bilan kerak emas. Rock Critter deganlar qancha beradi sekundiga? Rock Critterlar qimmat. Rock Critterlar qolsin o'zimda. Mana Rock Critterlar o'zimda qoladi bo'ldi. Mana ular ham. Keyin mana kerak emaslarni sotaveramiz. Mana ular oddiy askar bular.
Mana qanaqa? 400 ga bak. Nubiy bola. 7 milyonlik. Ashlan ko'rolmay qolyapman-da men. Xudo, muzimasa Muzatish kerak. Billar, yo'q bo'lib ketdi. 127 million. Muzatib qo'ysa bo'lardi nima qilib. Billar, 127 millionlarga vallahi afsuski. Ye, olib qo'ying axir. Narsalar. Mayli, necha eskisi. Nima qilaman deymi? Dahshat ish qilamiz. Meniki 400 ga yetibdi. Xo'sh. 3 millionimiz bormi? Men daqiqa pulim bor. Ha, sotaramiz. Privatlardan sotaramiz. Ha, zo'rga chiqadi. Keyin mana Defenderlarni sotaramiz. Aho. Yana privatlarni sotib qo'yibdi. Endi to'xtanglar. Bitta hozir anu qilamiz. Mana ularni olib qo'yamiz, kerak emas. Mana buni olib qo'yamiz, buni ham olib qo'yamiz. 4 raz bitta turadi. Hamma privatlarni sotib kelaman hozir. Sizga o'taman va hammasini sotaman, hamma privatlarimni. Usul qilamiz. Mana bitta qimmatlari chiqadi-yu bolalar. O'shandan keyin qo'yaman. Bo'lmasa hamma privatlar chiqib Zaynab qo'yardi. Qani davay, spam bo'lursin. Nima kam spam bo'lyapti endi? Ha, demak, ana bo'lmaganga kam spam bo'lyapti. To'xtanglar, mayli, necha? Bularni mana biriga joylashtirib chiqamiz. Recruiterlarni mana shu yerga joylashtirib chiqamiz. Va buni esa mana bu yerga joylashtiramiz. Bizga yana bitta kerak, Defenderlar. Yangilar 15 sekunddan keyin yangi stok chiqadi. O'sha stokni olamiz. 250 millionda 10 ta chiqsaydi. Hammasini olardim bo'ldi. 10 tasiga pulim yetmaydi. Yetadi. Yetadi pulim bemalol. Test bilan davay. 3 ta stok chiq, xatabi. Chiqmadi. Yo'qsu. Stokda nima chiqdi? Hech nima chiqmadi-ku. Ha. Kut ekan bular. What? Kut emas, kut ekan. Kalit bo'lmadi bu bolalar. Karitchi, bolalar, privatlarni hisoblaymiz. Men tomosidi. Amen yutdim deyapti. Hozir ko'ramiz kim yutganini. Shu qancha privatim bor? 12 millionlik. Keyin mana 1.5 shu karitchi 15 million privatim bor. Hozir Ametchi ko'ramiz. Ametchi tigir ko'ramiz bolalar. Qarang, zoning musirku. 700 ga bo'ldimi? Tichvarsan-ku ukam. Men senga ishonuvdim. Zo'r buyotlarmi? Sotormi? Bunaqasi ham bo'ladi. Bolalar, garaj o'yinchilarimizni maqal hozirdim. Amet chiqardim edi. Yutqizdi chunki bu bot, bilasizlar-ku. Men sotib o'tdim. Garajchi bolalar keyin ko'rishguncha, xayr. Videoga ham qo'shilmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.